Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining O'zbekistondagi doimiy vakili Akiko xonim Fudzi Farg'ona viloyatiga tashrif buyurdi. Tashrifning maqsadi yoshlar uchun imkoniyatlarni kengaytirish va jamoalarning barqaror rivojlanishini qo'llab-quvvatlash bo'ldi. Bu gal Farg'onaga tashrifimning ikki muhim maqsadi bor. Birinchisi, bugun tongda men uchun juda katta mamnuniyat bilan ayollarni himoya qilish uchun tashkil etilgan boshpana ochilish marosimida ishtirok etish bo'ldi. Ushbu loyiha Amdusmon apparati, mahalliy hokimiyat va nodavlat notijorat tashkilot hamkorligida amalga oshirildi. Ayollarni himoya qilish borasida Farg'onada bunday yutuqlar va ilgarilashlar bo'layotganini ko'rish men uchun juda xursandchilik bo'ldi. Shuningdek, Akiko Fudzi Farg'ona viloyatining Toshloq tumaniga ham ishchi tashrif buyurdi. Tashrif doirasida u bir nechta muhim tadbirlarda ishtirok etdi hamda mahalliy hokimlik, fuqarolik jamiyati va yoshlar vakillari bilan uchrashuv o'tkazdi. Qolaversa, Toshloq tumanidagi yoshlar markazi qoshidagi Hokapning ochilish marosimida ishtirok etdi. Bu markaz yoshlar uchun zamonaviy, innovatsion va hamkorlik muhitini yaratib beradi. Yoshlar bu yerda o'zaro hamkorlikda o'rganish, ijod qilish, huquqiy savodxonlik va huquqiy yordam olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, psixologik maslahat va qo'llab-quvvatlash xizmatlari ham taqdim etiladi. Bu yerda 45 mingdan ortiq yoshlar istiqomat qiladi. Hozir mahalliy hokimiyat bilan uchrashuvlarimda ham shuni bildimki, yoshlar uchun kasb-hunar o'rganish bo'yicha ko'plab yaxshi tashabbuslar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston hukumati mamlakatda kambag'allikni qisqartirish masalasini ustuvor yo'nalish sifatida belgilab olgan va bu borada yoshlar uchun ish o'rinlarini yaratishga katta e'tibor qaratilmoqda. Chunki mamlakat aholisi, ayniqsa Farg'ona viloyatida jadal o'sib bormoqda. Shu sababli yoshlarni ta'lim bilan ta'minlash, ular uchun o'quv va kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini yaratish juda muhimdir. Bu nafaqat kambag'allikni kamaytiradi, balki mintaqaning rivojiga ham hissa qo'shadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining O'zbekistondagi doimiy vakili Farg'ona viloyat hokimi o'rinbosari bilan ham uchrashdi. Viloyatga yangi loyihalarni olib kirish masalalarida muhokama qildilar. Yangi loyihamiz ikki yo'nalishda amalga oshirilmoqda. Birinchisi yoshlar uchun adolatga yetish imkoniyatlarini kengaytirish va huquqiy ta'limni rivojlantirish. Ikkinchisi ularga yangi ko'nikmalar, ayniqsa axborot texnologiyalari, sun'iy intellekt va raqamli iqtisodiyot sohalarida bilim va malaka berishdir. Bu sohalar hozirgi kunda jahonda eng tez sur'atlarda rivojlanmoqda va yoshlar uchun katta imkoniyatlar yaratdi. Akiko xonim yangi barpo etilgan IT shaharchada ham bo'ldi. Bu yerda yoshlar uchun yaratilgan yangi imkoniyatlar bilan yaqindan tanishdi. Tashrif davomida u yoshlar uchun yaratilgan zamonaviy ta'lim va innovatsion imkoniyatlar bilan ham tanishdi. Yoshlar Co-Hub doirasida IT, til va kasbiy ta'lim dasturlari yo'lga qo'yiladi. Mahalliy hokimiyat bilan hamkorlikda biz bu faoliyatni uzluksiz davom ettirish niyatidamiz. Darslarning ko'pi mana shu IT shaharchasida amalga oshiriladi. Xonim bunday tashabbuslar yoshlarning IT va raqamli texnologiyalar sohasidagi salohiyatini rivojlantirishga, shu orqali yangi ish o'rinlari yaratish va barqaror rivojlanishiga xizmat qilishini ta'kidladi. Faxror Ziyodov, Safar Ismoilov, Ruxsor News uchun maxsus.